Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan xalqimiz uchun qiziq bo'lgan va ko'p kelgan savollardan biri doktor, oyoqdan osish, barmoqdan osish mumkinmi? Kimlarga mumkin? Kimlarga osish mumkin emas? Va grijaga osish mumkinmi o'zi degan savolga videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Avvalambor mavzuni boshlashdan oldin sizlarni insonning umurtqa pog'onasi haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Insonning umurtqa pog'onasi anatomik jihatdan 33-34 ta umurtqani tashkil topgan bo'ladi. O'shani 7 tasi bo'yin umurtqasi, 12 tasi ko'krak umurtqasi, 5 tasi bel umurtqasi, 5 tasi dum g'aza va 4 ta 5 tasi dum umurtqasidan tashkil topgan. Oyoqdan osish kimlarda mumkin emas? Homiladorlar, yuqori qon bosimida yuruvchi insonlar, yoshi 55-60 dan oshgan insonlar, umurtqa pog'onasi grijasi 5-6 mm dan katta bo'lgan insonlar, umurtqa pog'onasi siljigan insonlar, umurtqa pog'onasi tuberkuloz bo'lgan insonlar va umurtqa pog'onasi 2-3 yil oldin kompressionniy perelom, sinish, avtotravma bo'lgan bo'lsa, bu insonlarda mutlaq oyoqdan osish mumkin emas. Hozir birma-bir sizlarga tushuntirib ketaman. Agar qon bosimi doimiy ko'tarilib, yuqori qon bosimida yuradigan insonlar oyoqdan osadigan bo'lsa, bosh miyada, qon tomirlarida bosim oshishi natijasida bosh miya qon tomirlari yorilish hisobida bosh miyada qon quyiladi va o'sha zahot o'zi insult shakllanishi ehtimoli juda ham yuqori. Siljigan insonlarda ham oyoqdan osish mumkin emas. O'zi siljishning 4 ta darajasi bo'ladi. Umurtqa pog'onasi ikkinchi darajasini nevropatologlar konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolaydi. 3-4 darajasini esa neyroxirurglar operatsiya yo'li bilan davolaydi. Agar sizning oyog'ingizdan, barmog'ingizdan osayotgan bo'lsa, sizda bel umurtqasi siljishi bo'lgan bo'lsa, 1-2 darajadagi osgan paytingizda umurtqa pog'onasida juda ham kuchli bosim va nagruska tushish oqibatida 3-4 darajadagi siljishlar kuzatilishi mumkin. Umurtqa pog'onasi siljishi meditsinada o'zi anterolesses, retrolesses deyiladi. Umuman umurtqa pog'onasi siljigan insonlar osish mumkin emas. Bunga kasallik umurtqa pog'onasi tuberkuloz kasalligi bilan kasallangan bo'lsa, agar tuberkuloz kasalligi bilan kasallangan insonni barmog'idan yoki oyog'idan osayotgan bo'lsangiz, bu umurtqa pog'onasi macharkaga o'xshab juda ham yumshoq bo'ladi. Osgan paytingiz o'sha paytda o'zida umurtqa pog'onasi sinish ehtimoli juda ham yuqori. Keyingi kasallik umurtqa pog'onasida oldin 4 yil, 5 yil oldin operatsiya qilingan bo'lsa yoki qanaqadir avtotravma orqali temir qo'yilgan bo'lsa, o'sha insonlarni ham oyoqlardan osish mumkin emas. Homiladorlarda ham oyoqlardan osish mumkin emas. Homilador insonlarda oyoqdan osayotgan bo'lsangiz, homila tushish xavfi juda ham yuqori. Kimlarni oyoqdan osish mumkin? Sog'lom insonlarda, yoshi 15 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan insonlar, belida osteoxondrozi bor, protruziyasi bor va kichkina razmerda grijasi bor inson albatta nevropatolog tabib bilan maslahatlashgan holatlarda osishi mumkin. Bizni Hilolmet klinikamizda grija uchun barcha turdagi apparatlar chet davlatdan olib kelingan. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda bo'yin, bel grijasi qiynayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning jamoamiz sizlarga to'g'ri tashxis qo'yish va davolashga yordam beradi.